Hammalarning qo'liga yo'qab ketgachga, Shavtavzining qo'ligini ko'rib kesalkan deb qoladi. Qo'liga yo'q doktor uning qo'ligini kesib o'tmoqchi bo'ladi. Bu chaqda qalb muakkili sehrini bekor qiladi. Shavtavzimi gap anglamaslikning ziyinini tunib yetadi. Ның yüzlikning suiqasdi amalga oshmaydi. Shavtavzi muallimining hikoyasini anglab, hozirgi bolalarni cho'chaklardagi bolalardan aqlli deb o'ylaydi. Qalb muakkili Shavtavzini cho'chak dunyosiga boshlab kirmoqchi bo'ladi. Ular qanday ishlarga yo'liqa? Qalb muakkili mening bo'ldi. Qanaqa ish bu? Shavtavzi? Men chaqirgan kim? Momang og'rib qopti. Buningdagi yangi pishirgan tort bilan sutni momangga olib berib kelgin. Ma'qul, hozirla boray. Shavtavzi, esingda bo'lsin, yo'lda o'ynama. O'rmonlikda bo'ri bor. Ehtiyot qilgin, ha? Sen demişsinmi Qizilbekku? To'g'ri. O meni cho'chak dunyosiga boshlab kirgan. Men hozir Qizilbeklik qiz. Shundoq. Bu xotir paydo qilgan cho'chak dunyosi. Ko'kbera qarab tur. Hozirgi zamondagi Qizilbek undoq to'zak emas. Bək chiroyliqkan, yana nurg'un chiroyliq kepinaklarmi borkan? Bo'lmasa, momangnikiga birdan o'ynayib borayli. Bo'lmaydi, momam og'riqkan, cho'qim azoblanayotdi. Men yana yo'qlab bo'lib andin kelib o'ynay. Tanha mangdan daladagi tig'ir yo'lda tetib baqsin to'tab biray momamga. Momam turar yegana bir yoqa joyda, azar aylachil bo'ridan bu atrofda. Good morning, girl. Her qancha ingliz so'zlasangmi, ko'k bo'rish keldigini bilaman. Yana kelib talaffuzing faqat to'g'ri emas. Hozirgi bolalar nimachi yomon-da? Qizchaq. Yolg'iz nega mangdingiz? Ha? Yolg'iz vaqtinglarda notanish odamlar gap qilsa, ota-onam bordinglar. Ben yolg'iz emas, dadam hozirlik keladi. Ikkimiz birga momamninkiga boramiz. Ha, asli dadingiz bilan birga ketgansiz-da? Ha, u uyga bir narsa og'ili ketdi. Hozirlik keladi. Qizcha qarang, bu yerda guljiqkan. Uzib momingizga og'ash basingiz, u cho'qim xush bo'ladi. Muallimimiz har qanday ishni ko'ngil qo'yib qilinglar, o'yin qilib bo'lmanglar degan. Yana gulga yoshlarni nobud qilsak bo'lmaydi. Tabiatni qo'g'dishimiz kerak. O'lgur. Hozirgi muallimlar bolalarga nima jiq narsa o'qitadigan-da.
Qizbek, hazırla seni yavitiman! Şatozu, çapsan telefon be. Sakçı tağamma, ben ormanlıktaki bir çoğun darakta bir kök bölümünü yevetmekçi buluvatıdı. Çapsan beni koğdaşkı bir ovuç evettim. Kımırlama Gökböre. Ben sakçı. Sen kol kılındın. Senin tutuk kılış hukukun var. Diğerlerinden hemisi sot ispat kılındı. Dada, onu atma. Gökböre devlet tercihsi koğdulduğun yavay hayvan. Esimden çıkıp kaptı. Kımırlama Gökböre. Ben hayvanat bakıcısının baş kurucusu. Sen kol kılındın. Hayvanat bakçısı bağmayla. Dostlarım bu kaya. Ben şu hapan baş közeynek silemik hepsilerde. Şatozu Melike, övey apınızdan ihtiyat kılıncı mı? Üge yapınızdan, menin kaçanlar üge yapan bop kaldı. Helika karnı yatkan işçi. Ben emdi karı Melike gözgürüp kaptım emde. Güzel Şatozu Melike. Teşvik mi? Siz kim? Ben Halide doktor. Yok, sizin ögey anınız. Yok, ben bir kembag'al momay. Mama teşvik mi? Bira işleri bağımıttı. Şatozu Melike, siz bek umakkensiz. Sizge çoğun hem kızıl bir anımı berey. Bulanda. Rahmet mama. Lekin muallim bizge notanış kişilerinin derslerini ammana degen. Asta. Mualliminglar bek jiq dersi ügütüp bitipti. Bir işlem yesiniz bulmanda. Almini zerlikmikin davatamsiz. Hiç kısı yok. Men yep köz tup koyay. Qandaq Şatozu Melike. Emdi bu yerimini hatırcam yeydigansiz. Mama, siz tozluqqa rayı qilmaydigansiz. Hozirgi almalar doğru çachidigan tursa, almini yuymaydi yeysiz. Dehqonchilik doğrularını yavanmamsiz. Yani kelib, qo'lingizni yuymay, mehnat betili narsa yeysiz. Mehnat narsalar bilan parazit qurtlar qo'singizga kirib ketadi. Chidig'ichiligim qolmadi. Bu almini yemsiz, yemamsiz. Mening shundoq yedim bor. Biroq uyimdagilar qaytib kelganda qo'shilsa andin yeyalayman. Uyimdagilar qaytib kelganda yesam bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'rab boqqay. Papalar keladi ekanda.